Assalomu alaykum aziz tadbirkor akalar. Bu qisqacha videomiz aynan sizlar uchun kerakli ma'lumotlar. Konteyner profilidan so'raganlar uchun buni razmeri qanday ko'rinishda deganlar uchun, talablar uchun mana bu konteyner profilimizni yon qismi 6 ga 6 cm ga 6 cm bo'ladi. Kvadrat profilimiz bo'ladi. Bunisi pol qismidan chiqadigan shveler 12 cm ga va 4 cm bo'ladi. Biz asosan ko'proq shundan foydalanamiz. Bu tay to'sin qismiga, strapila qismiga, tepa tomoniga ishlatamiz, foydalanamiz. Bunisi o'rtada mana stoyka zigzaglariga foydalanamiz. Mustahkamligiga keladigan bo'lsak, bu metallimizni qalinligi 4.2, 4.5, 4.2 hisobida chiqaveradi. 4.2 bu ham. Ikkovi ham razmeri почти bir xil. Shu metallardan foydalanamiz. O'ta mustahkam, baquvvat, pishiq bo'lib mana bunday firma hosil bo'ladi. Bu orqa tomoni firmamizni 20 metrlik firmamiz bu. Shunday materiallardan foydalanamiz. Qiziqqanlarga jo'natib qo'yamiz.